Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Juda ko'pchilik so'ragan охотник pichoqlarimiz tayyor bo'ldi. Xillari 100% kojadan ishlangan, haqiqiy koja. Chunki buni 2 qavatli qilib Xitoy kojadan qilib bo'lmaydi. Olga chiqib ketib turganlaringizni yonlaringizga osib chiqib ketaverasizlar. Tepasida kichkina охотник pichog'i bor. Pastida katta охотник pichog'i bor mana. Lezolari klapandan ishlangan. Xudo xolasa rasmdan tushirib chiroyli qilib qo'yganmiz. Ikkosi bitta xilda turadi. Mana bunisi abo'ymadan bo'lgan varianti. Mana bunday turadi mana. Koja yirtilmaydi, xudo xolasa zo'r qilib ishlangan. Olga chiqib ketyapti turganlaringizda bemalol olib chiqib ketaverasizlar. Xohlasanglar kattasini, xohlasanglar kichkinasini ishlataverasizlar pichoqlarni. Mana bunisi buyrukallarli varianti. Lezolari abo'yma pachimlidan bo'lgan. Mana Amur Temur lashkarlari bilan tushirilgan. Orqalariga ham naqshlab o'yib bo'rttirib chiqarilgan buni. Tezkesar deb yozib qo'yganmiz. Ruchkalari chinordan, kallalarini qo'yib, xudo xolasa go'zal chiqargan. Mana bunisi selimetal qilib qilingan охотник pichog'imiz. Zo'r turadi xilida ham, xudo xolasa o'ziga moslab qilingan, kojadan bo'lgan, hech qanaqa chirib yoki yirtilib ketmaydi, xudo xolasa koja. Tur xil pichoq varianti bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Mana bunisi, mana bu boshqacha formasi. Bunisi kichkina pichog'i bilan katta pichog'i bir xil qilingan. Shuni solasizlar, ishlatib xudo xolasa bemalol murojaat qilishingiz mumkin.